Donald Trampni aniq impichment qilishadi, ya'ni lavozimidan chetlatishadi. Chunki oddiy insonlarning hayoti va joni u uchun sariq chaqalik ham ahamiyatga ega emas. Mana shuning o'zi Donald Trampni birinchi o'ringa o'zining shaxsiy manfaatlarini qo'yishini ko'rsatib turibdi. AQSh prezidenti ustidan o'ziga xos sud jarayoni o'tkaziladi. Unga ko'ra, Senatdagi 100 ta senatorning 67 tasi prezidentga qarshi ovoz bersa, tamom, prezident lavozimidan chetlatiladi. AQShdagi erkin va haqqoniy saylovlar, ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lgan parlament, ya'ni Kongress va mustaqil sud tizimi Donald Trampga minglab AQSh askarlarini o'z shaxsiy manfaati yo'lida halok qilishga yo'l qo'ymayapti. Mana shu AQSh demokratiyasining, ya'ni xalqining g'alabasi hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana 1,5 oydan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa hamki, AQSh Eronni o'z shartlari asosida taslim qila olmayapti va Donald Tramp ma'muriyati qopqonga tushib qoldi desak ham bo'ladi. Havodan qaqshatqich raketa zarbalari orqali Erondagi siyosiy tuzumni o'zgartira olishmadi. Bunga sabab qilib ko'pchilik Eron siyosiy tuzumining qarshiligini, Venezuela kabi osongina taslim bo'lib qoladigan davlat emasligini ta'kidlashmoqda. Bu qisman to'g'ri, lekin agar chuqur tahlil qiladigan bo'lsak, buning eng asosiy sababi bu AQShdagi demokratik siyosiy tizimning ishlayotganligi bilan bog'liq. Erondagi siyosiy tuzumni o'zgartirish uchun kamida 1-2 millionlik qo'shin kiritib, yer usti operatsiyasini olib borish kerak bo'ladi. Bunday holatda yuzlab, hattoki minglab AQSh askarlari halok bo'lishi muqarrar. Agar bu narsa sodir bo'lsa, bu Donald Trampning siyosiy karyerasining yakunlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar Erondagi siyosiy tuzumni o'zgartirmasdan shundayligicha qoldirsa ham, bu Donald Tramp uchun sharmandali mag'lubiyat hisoblanadi. Chunki shuncha kunlik urushdan keyin ham Donald Tramp ma'muriyati o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha olmadi. Eronning yadroviy dasturini yo'q qila olmadi. Siyosiy tuzumni o'zgartira olmadi yoki uni o'z shartlari asosida taslim qila olmadi. Uni ustiga Eron harbiylari Hormuz bo'g'ozini yopib qo'yib, jahon iqtisodiga katta zarar yetkazishdi. Jahon bozorida neft va gazning narxi oshib ketdi. Bu narsa AQShdagi benzin va boshqa narxlarning oshishiga sabab bo'ldi va bundan Amerika aholisi norozi bo'lmoqda. Donald Trampning reytingi 33-36% ga tushib ketdi. AQShdagi demokratiya ishlayotganini tushunish uchun urushlar tarixiga nazar tashlash kerak va odatda urushlardan har doim siyosiy elita va ularga yaqin bo'lgan tadbirkorlar foyda ko'rishgan. Oddiy xalq esa o'z farzandi, aka-ukasi, turmush o'rtog'i va otasi qoni va joni bilan urushlarning tovonini to'lagan. Ya'ni siyosiy elita va unga yaqin bo'lgan tadbirkorlarning hamda ularning farzandlarining rohat farog'atda yashashi oddiy xalq farzandlari qoni va joni evaziga ta'minlangan. Urushlardan siyosiy elita va unga yaqin tadbirkorlar foyda ko'rishiga misol qilib, shu yilning yanvar oyida AQShning maxsus operatsiyasi natijasida Venezuelaning sobiq prezidenti Nicolas Maduroning qo'lga olinishini keltirish mumkin. Maduro AQShga olib ketilgach, Venezuelaning vitse-prezidenti Delcy Rodriguez Donald Trump ma'muriyatining barcha shartlariga rozi bo'ldi. Venezueladagi neftni qazib olish va jahon bozorida sotish bilan Donald Trampga yaqin bo'lgan neft kompaniyalari shug'ullanadigan bo'ldi. Shu yerda aytib ketishim shart, Donald Trump 2025-yilning 20-yanvarida prezident bo'lgandan beri xalq va davlat manfaatlarini emas, birinchi o'rinda o'zining shaxsiy manfaatlarini ko'zlamoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, Donald Trampning kompaniyasi The Trump Organization'ning 2024-yilning
birinchi yarmidagi toza daromadi $51 million atrofida bo'lgan. 2025-yilning birinchi yarmida, ya'ni Donald Trump prezident bo'lgandan keyin 6 oy ichida $864 million ga chiqqan. Bu 1600% atrofidagi o'sishni tashkil qiladi. Tasavvur qilishingiz uchun gigant kompaniya hisoblangan Nvidia kompaniyasining 2025-yilning birinchi yarmidagi toza daromadi 44% ga o'sgan. 1600% va 44% orasida albatta yer bilan osmoncha farq bor. Mana shuning o'zi Donald Trampni birinchi o'ringa o'zining shaxsiy manfaatlarini qo'yishini ko'rsatib turibdi. Venesueladagi tez va oson muvaffaqiyatdan boshi aylangan Donald Trump ma'muriyati xuddi shu narsani Eronda ham amalga oshira olamiz deb o'yladi. Lekin Eron osonlikcha taslim bo'lmayapti. Ammo boya aytganimdek, AQShning Eronni haligacha bosib olmaganining eng asosiy sababi bu AQShdagi demokratik siyosiy tizim va undagi tiyib turish mexanizmidir. Bu qanday ishlaydi? Demak, demokratiyada hokimiyat xalq irodasiga bog'liq bo'lganligi sababli siyosatchilar xalqning xohish istaklarini inobatga olishga majbur bo'lishadi. 2016-yilning prezidentlik saylovlaridan oldin Donald Trump AQShning 2003-yildagi Iroqqa bostirib kirishini juda katta xato deb nomlagan. Prezident bo'lsam bunday ahmoqona xatolarni takrorlamayman. Asosiy e'tiborimni Amerikani rivojlantirishga qarataman deb va'dalar bergan edi. 2024-yilgi prezidentlik saylovlaridan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda Bayden ma'muriyati aybdor. O'sha paytda men prezident bo'lganimda bu urush umuman bo'lmagan bo'lar edi. Prezident etib saylansam bu urushni 24 soatda, ya'ni bir kunda to'xtataman deb va'dalar bergan edi. Ammo oradan mana 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, lekin va'dasining ustidan umuman chiqa olgani yo'q. Eronga qarshi urushda esa Erondagi siyosiy tuzumni havodan raketa zarbalari bilan, ya'ni siyosiy tuzumni o'zgartira olmadi. Buni umuman iloji yo'q. Boya aytib o'tganimdek, siyosiy tuzumni o'zgartirish uchun kamida 1-2 million atrofida qo'shin kiritib, yer usti operatsiyasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Bunga esa Amerikaning aksar aholisi qarshi. Erondagi urushning bizga umuman foydasi yo'q. Nega bizga taalluqli bo'lmagan urushda farzandlarimiz halok bo'lishi kerak deb qarshi chiqishmoqda. Aynan mana shu narsa AQShdagi demokratiyaning ishlayotganligiga yaqqol misoldir. Agar AQShda demokratiya bo'lmaganida Donald Trump o'ylab ham o'tirmasdan qancha kerak bo'lsa shuncha askarni Eronga kiritgan bo'lardi. Chunki oddiy insonlarning hayoti va joni u uchun sariq chaqalik ham ahamiyatga ega emas. Lekin unga bu narsani amalga oshirishga yo'l qo'ymayotgan narsa uning olib borayotgan siyosati natijasida o'zining hamda Respublikachilar partiyasining reytingining tushib borishi va shu yilning noyabr oyida AQSh Kongressining vakillar palatasi hamda senati uchun bo'lib o'tadigan oraliq saylovlari sabab bo'lmoqda. Agar Donald Trump Erondagi siyosiy tuzumni o'zgartirish uchun qo'shin kiritsa va janglarda minglab amerikalik askarlar halok bo'lsa, bu Donald Trump va Respublikachilar partiyasining reytingini qulatib tashlaydi. Agar saylovlar natijasiga ko'ra Demokratik partiya vakillari AQSh Kongressining vakillar palatasini qo'lga olishsa, Donald Trumpga jiddiy qarshilik boshlanadi. Agar saylovlar natijasiga ko'ra, ya'ni o'sha shu yilning noyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlar natijasiga ko'ra AQSh senatida ham demokratlar ko'pchilikni tashkil qilsa, Donald Trumpni aniq impichment qilishadi, ya'ni lavozimidan chetlatishadi. AQShda prezidentni lavozimidan chetlatish jarayoni quyidagicha ishlaydi. AQSh Kongressining vakillar palatasi
ya'ni deputatlari bu masalani ovozga qo'yishadi. Ko'pchilik ha deb ovoz bersa, prezidentga nisbatan rasman ayblov e'lon qilinadi. Keyingi bosqich AQSh senatida bo'ladi. Ya'ni AQSh prezidenti ustidan o'ziga xos sud jarayoni o'tkaziladi. Unga ko'ra, senatdagi 100 ta senatorning 67 tasi prezidentga qarshi ovoz bersa, tamom. Prezident lavozimidan chetlatiladi. Ya'ni o'sha kamida 3 senatorlarning 100 ta senatordan 3 dan 2 qismi prezidentni chetlatishga rozi bo'lish kerak. Ana shunda bu narsa kuchga kiradi. To'g'ri, AQSh tarixida shu paytgacha hech qaysi prezident bu tarzda lavozimidan chetlatilmagan. Faqat Richard Nixon impichment xavfi aniq bo'lganligi uchun 1974-yilning 9-avgust kuni iste'foga ketishga majbur bo'lgan. Agar iste'foga ketmasa, impichment qilinishi aniq ekanligi haqida unga o'z partiyadoshi bo'lgan senator Barry Goldwater boshchiligidagi kelgan 3 ta yuqori martabali senatorlar xabar berishadi. Ya'ni 7-avgust kuni kelishadi uni oldiga. Richard Nixonni qo'llab-quvvatlaydigan 5-6 tagina senator qolganini aytishgach, Nixon iste'fo e'lon qilishga majbur bo'ladi. Agar iste'foga ketmaganida aniq impichment qilinar va prezident uchun belgilangan nafaqa va imtiyozlardan ham mahrum bo'lar edi. To'g'ri, Donald Trump ham birinchi prezidentlik muddatida ham 2 marta vakillar palatasi tomonidan impichment qilingan, lekin senatda uning tarafdorlari ko'p bo'lgani uchun o'sha paytda uni oqlashgan. Ya'ni o'sha senatda bo'lib o'tgan o'ziga xos o'sha sud jarayonida Donald Trumpni oqlashgan. Agar bu safar Donald Trump prezidentlikdan chetlatilsa, qamoqqa tushishi ehtimoli ham juda yuqori hozirgi kunda. Chunki 1 yildan ortiq prezidentlik davrida Donald Trump ko'plab qonunbuzarliklarni amalga oshirdi. Aynan mana shu Eronga qarshi urushda ham AQSh Kongressi roziligini olmagan. AQSh konstitutsiyasiga ko'ra boshqa davlatlarga urush e'lon qilish huquqi Kongressning vakolati hisoblanadi. Kongressning roziligisiz AQSh prezidenti boshqa davlatlarga urush qilishga haqqi yo'q. Ammo hozirgi kunda ikkala palatada ham respublikachilar, ya'ni Donald Trump partiyadoshlari ko'pchilikni tashkil qilishmoqda. Shu sababli ham prezidentni tiyib turish mexanizmi hozircha ishlamayapti. Ammo noyabr oyidagi oraliq saylovlaridagi mag'lubiyat ehtimolining yuqoriligi Donald Trumpni tiyib turibdi. Mana shu AQSh demokratiyasining, ya'ni xalqining g'alabasi hisoblanadi. AQShdagi erkin va haqqoniy saylovlar, ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lgan parlament, ya'ni Kongress va mustaqil sud tizimi Donald Trumpga minglab AQSh askarlarini o'z shaxsiy manfaati yo'lida halok qilishga yo'l qo'ymayapti. Demokratiyaning yana bitta katta afzalligi shundaki, demokratik tinchlik nazariyasiga ko'ra shakllangan demokratik davlatlar bir-biri bilan urushmaydilar. To'g'ri, demokratik davlatlar avtoritar davlatlarga qarshi urush qilib turishadi. Ammo ular boshqa demokratiyalar bilan nizolarni harbiy zo'ravonlikdan ko'ra diplomatiya, muzokaralar yoki huquqiy yo'llar orqali hal qilishga harakat qilishadi. Nima uchun demokratiyalar bir-biri bilan urushishdan qochishadi? Keling, buni o'sha bir necha sabablari bor, birgalikda ko'rib chiqamiz. Endi o'sha demokratik siyosiy tizimdagi cheklovlar, demokratik davlatlardagi yetakchilar, rahbarlar, saylovchilar oldidagi hisobdorlik, hokimiyatning bo'linishi va jamoatchilikning urush xarajatlarini ko'tarishga qarshiligi kabi tizimli cheklovlarga duch kelishadi. Bu esa mojarolarni unchalik jozibador bo'lmagan holatga keltiradi. Undan tashqari, me'yoriy qadriyatlar mavjud. Ya'ni demokratik me'yorlar zo'ravonlikdan ko'ra muzokaralar va nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishni rag'batlantiradi. Undan tashqari, o'zaro iqtisodiy bog'liqlik juda katta rol o'ynaydi.
o'zaro savdo-sotiqning yuqori darajasi va umumiy iqtisodiy manfaatlar urush olib borishni ikki tomon uchun ham o'ta zararli qilib qo'yadi. Misol uchun 2026-yilning yanvar oyida Donald Trump Grenlandiyani Rossiya yoki Xitoy bosib olishi mumkin degan asossiz vajlarni o'rtaga tashlab, milliy xavfsizligimiz nuqtai nazaridan Grenlandiyani biz bosib olishimiz zarur deb tahdidlar qildi. Grenlandiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Daniyaga qarashli orol hisoblanadi. To'g'ri, Yevropa ittifoqi AQShga qaraganda harbiy jihatdan kuchsizroq, lekin iqtisodiy jihatdan deyarli qolishmaydi. Aynan mana shu mojaroda Yevropa ittifoqi davlatlari AQShga o'z tishlarini ko'rsatib qo'yishdi. Yevropa yetakchilari AQShni Grenlandiyani bosib olishga qaratilgan har qanday urinishdan qat'iy ogohlantirib, jiddiy javob choralari bilan tahdidlar qilishdi. Ular Daniya va Grenlandiya suveren ekanligini va Yevropa ittifoqi ularni himoya qilishini ta'kidladilar. Ba'zi rasmiylar esa qo'shinlarni joylashtirish va huquqiy qarshi choralarni muhokama qilishdi. Ba'zi davlatlar oz bo'lsa ham o'z askarlarini jo'natishdi. 8 ta Yevropa davlati, jumladan Fransiya, Germaniya va Britaniya va boshqalar Arktikadagi xavfsizlik savdolashuv vositasi emas, balki umumiy mas'uliyat ekanligini ta'kidlab, qat'iy birdamlik deklaratsiyasini e'lon qildilar. Yevropa rasmiylari AQShga qarshi bazuka vositasini qo'llash haqida ogohlantirdilar. Yevropa ittifoqining bazuka vositasi, ya'ni tashqi bosimga qarshi instrumenti, bu 2023-yilda qabul qilingan nizom bo'lib, unga ko'ra Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning birontasiga agar boshqa davlat savdo investitsiya cheklovlari va harbiy bosim qilayotgan bo'lsa, ana o'sha davlatga qarshi choralar ko'rish huquqini beradi Yevropa ittifoqiga. Bu nizomning asosiy maqsadi asosan Xitoy yoki AQSh kabi mamlakatlarning Yevropa siyosatini belgilash uchun iqtisodiy va boshqa bosimlardan foydalanishining oldini olishga mo'ljallangan bo'lib, ularga qarshi to'siq vazifasini o'taydi. 2023-yil dekabr oyidan kuchga kirgan ushbu vositadan hali rasman foydalanilmagan, ammo u Yevropa ittifoqining siyosiy vositalari arsenalidagi muhim qadam sifatida qaraladi. Agar Donald Trump Grenlandiyaga bostirib kirganida Yevropa ittifoqi AQShning gigant IT kompaniyalariga qarshi qaqsatqich sanksiyalar bilan javob berish haqida ogohlantirdi. AQShning IT gigantlari Apple, Google, Microsoft, Meta va boshqalar yillik sof daromadining 25-30%ni Yevropa davlatlaridan olishadi. Chunki Yevropa davlatlari aholisi dunyodagi to'lash qobiliyati yuqori bo'lgan xaridorlar hisoblanishadi. Bunday ulkan bozorni yo'qotish AQSh kompaniyalari va iqtisodi uchun juda kuchli zarba bo'lardi agar ishga tushganida. Undan tashqari Yevropa ittifoqi shu yilning yozida AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatini boykot qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Agar Yevropaning 16 ta jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmasa, chempionatga bo'lgan qiziqish o'ta pasayib ketishi tabiiy. Chunki jahon chempionatlari tarixida 8 ta chempion chiqqan bo'lsa, shularning 3 tasi Janubiy Amerikadan, qolgan 5 tasi esa Yevropa davlatlari hisoblanadi. Mana shu yo'l bilan hech qanday harbiy harakatlarsiz, qaqshatqich sanksiyalar bilan ogohlantirgan holda Yevropa ittifoqi Donald Trampning Grenlandiyaga nisbatan shashtini pasaytirishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu misoldan xulosa shundan iboratki, Yevropa ittifoqi tajribasiga asoslangan holda birlashish va tashqi bosimlarga birgalikda qarshi tura olish uchun Eron va boshqa barcha musulmon davlatlari, shu jumladan O'zbekiston ham haqiqiy demokratiya sari, ya'ni erkin va haqqoniy saylovlar, so'z va matbuot erkinligi, siyosiy partiyalar erkinligi,
ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lgan parlament va sud tizimiga ega bo'lgan siyosiy tizim tomon harakat qilishi zarur. Faqat shundagina 2 milliard atrofidagi musulmonlar xalqaro maydonda katta miqyosda yumshoq kuchga ega bo'lishi va tashqi bosimlarga samarali qarshi tura olishi mumkin. Lekin bugungi kunda afsuski ko'plab musulmon davlatlari avtoritar boshqaruv sababli birlasha olishmaydi va natijada xalqaro maydonda zaif va tashqi bosimlar oldida nochor qolishmoqda. Mana shunday zaifliklari sababli demokratik siyosiy tizimga ega bo'lgan Isroildan G'azoni ham, o'zlarini ham samarali himoya qilisha olmayapti. Yana albatta Arab-Isroil urushlari bu alohida va juda katta mavzu. Bu haqida xudo xolasa alohida video tayyorlayman. Kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Xayr, sog' va salomat bo'ling.